Assalomu alaykum aziz do'stlar, 28-sentyabr yakshanba kuni jamoamiz bilan Toshkent shahri Sergeli avtomobil bozoriga yetib keldik. Demak, jamoamiz bilan viloyatlarni tugatdik deyarli. Toshkent shahriga hammamiz yig'ilib kelmaganimizga ancha bo'ldi. Ha, Abdulaziz nima deysan? Bozorni ko'rib chiqdingiz hozir. Bo'l, aka, o'zi viloyatlarning hammasiga borib keldi. Narx-navolarni ko'rdik. Hatta endi shu borib kelganimizga yarasha o'zimizda ham narx-navolar tushib qolgan bo'lsa kerak, aka. Abdurasiga narx-navo tushishida emas. Baribir hamma viloyat Toshkent 01 ni olib ketib, u yoqda tirikchilik qilishni yaxshi ko'radi. O'shani yoritib bersa, narxlarni ular kelib o'tirmaydi-da, shu yerdan bilib qo'ya qoladi. Shunaqa, yakshanba dam olish kunini oila davrasida o'zingiz shaxsiy ishlaringizga sarf qiling. Bozor haqidagi ma'lumotni mana biz siz uchun jamoamiz bilan o'rganib chiqamiz. Avtomobil olish, avtomobil sotishda esa A-bozor ilovasi sizga yordam beradi. Ketdimi? Aylanamiz. Faqat hozirdan bitta like bosib qo'yish kerak shu, haro. Ketdi. Lekin mashina bozorda odam ko'p bugun. Mana shu taraf bor-ku. Hammani orzusi bo'ladi Dilshod aka. Bu tarafmi? Ha, ana men endi yoshligim bozorga chiqib yurardik-ku. Qayta chiqib ketayotganimda ashti mashinalarni ko'rardik-da. Xudo xolos haydaymiz degandim. Faqat Inamarki mashinani zo'rni sotib qo'yishadi, yig'ib qo'yishadi. Shunaqa mashina top yaltillab turadi mashinalar. To'plarni qo'yib qo'yishadi. Navesda. Ancha yildan beri bor, bu Navesdan oldingi Navesda bu. Shunaqa. Ancha mashina bozoriga qarang, mana bu taraf kredit taraflar. O'rta dehqon taraf bo'lardi. Beton mashinachilar to'lib ketibdi mashina. Abdurasiga mashinaning narxlari o'zi nima bo'pti? Hozir mana dollar kursi o'ynadi-yu. Shu odam hisobiga bilmayapti-da, yo olishi, yo sotishi. Shuni hisobiga mashinaning narxi Sotaman. o'ynadi. Sotaman desam, arzon sotib qo'yaman. Qatga birinchi aka. Arzon sotib qo'yamanmi degan narsasi bor. Kimdirlar olib qolaman desa, ko'tarilib ketsa, tushib ketsa, yeb qo'yaman shu. Yutqizib qo'ymaslik uchun odamlarda ozgina chaliqishadi. Xo'p, biz doim Matizdan boshlaymiz. Shundan boshlaylik. Matiz, Spark Nexa, Cobalt Gentra egalamiz. Bo'ladimi? Sizga yoqdi o'sha. Mana siz taklifingiz bilan yuraveramiz. Chunki solishtirsa bo'ladigan narsalar bor-da. Men bu Matizlarning narx, bozordagi narxlarini bir xillarini ko'rib, bozorda sotilayotgan Sparklar narxi bilan solishtirsa bo'ladi-da. O'shanga joyida qiziq bo'ladi boshdan. Qiziq bo'ladi. DMD Motors ancha narxlar bo'yicha chempionlar, Bozor chaqon ilova. Hamidlan qarang, ko'payib ketgan mashinani. Bu aka kamayib qolgani qarang. Abdulaziz qachon oxirgi marta bozorga keldingiz? Oxirgi marta qachon bozorga chiqdingiz? Shu sizlar bilan oxirgi. Toshkent bozoriga kelmadingizmi demoqchi? Yo'q, sizlar bilan aka. Siz Abdurasiga endi bilmaysiz. Yo'q, demoqchiman, o'zingiz ish bilan. Billa yotib biladi. O'zingiz ish bilan kelganlar bo'lgan. Nimaga bunaqa deyapman? Mana biz mana Fazli bilan u bir kelgan paytimiz, orada kelganimizda bunaqa mashina ko'p emasdi. Yana nima qiziq menga? Dehqon degan tushuncha bor, ya'ni avtomobil egalari o'zi sotishi tushunchasida. Viloyatlarda bor ekan, hali Toshkentda qanaqa bu? Bir esingizdan aylanib chiqdik butun shaharni bozorni. Toshkentning bozorini ham. O'shanda bitta to'xtamib keldik, dehqon kamroq bo'lib qopti. Va ko'plar tirikchilikdagi ekan deb. Hozir qanaqa ekan demoqchiman. Odamlar hozir vaqtini hamma narsadan ayiydi-da. Kelib, bu yerda turib sotgandan ko'ra shuni o'tkazib ketyapti. Pulini birinchi yechib ketadi tez. $200 foydasiga bo'lib o'tirib, tayinlab, necha oylardir kutib sotishadi. Riskiga o'zligi. Riski bor-da. U odam shunday pulini tashlab yechib chiqib ketadi. Xo'p, bismillah, mana bozorni ham boshlaymiz. Mashinalarni qarang ko'pligini, odam ham ko'p. Fazlidan Matizga boramiz. Fazlidan Matizga boramiz doimgidek. Lekin mashinalar gapi. Menimcha Matizni 50.7. Boramiz shu Matizga. Mercedes turibdi, Matiz qatorida. BYD'lar. Stanga qo'shdi. Matiz qator bor. Stanga qo'shdi. Yo, Matiz ko'p, baribir. Men hozir utilizatsiya bo'lgan hisobiga Matizda уже Pikolarga o'xshab chiqib ketyapti viloyatda ko'proq. O'shanga kamayib ketibdi ancha. Lekin zo'rlar hali ham pul. Matizlarni zo'ri chiqdimi? Chiqdi. Men anchadan beri ko'rdim, bitta ko'rdim. Yaxshi pul aytyapti-yu, ha? Best. Mana best. Tayinlab qo'yishibdi. 2015 dedim. 2015 top toza 17 ming yurgan ekan. 2017 133 ming yurgan ekan. 6 ming dedi. Voy.
ko'rdingiz. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Hop, mana Abdulaziz tanishlar bilan ko'rishib qolamiz. Assalomu alaykum. Zaklatini berib yubordim. Yetarsan. Xo'p bo'ladi. Men bu kimdan ekan deb so'raydi, menga yoqdi shu. Men besh sizdanmi aka? Sizdan assalomu alaykum. Mana egalar. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Do'stlar, yaxshimisiz? 2007 133 ming yurgan gazlari bor. Kraskasi qanaqa buni aka? Kraskasi ikkita petlar. Assalomu alaykum. Tayyorlab qo'yishlarga zo'r. Tirikchilik a aka bu? Necha pul so'ramiz aka buni? 4700. Ikkita joyida kraskasi bor faqat. 2017. Xizmatchini to'ldirib qo'ygan ekan. balonlar yengil. 2017 133 ming yurgan gazi bilan best. Nech bildingiz? Ha. Narxini yana qaytarib oling. 4700 dollar. Bo'lishi nechi pul? Bo'lish. 4400 ga berib yuborasiz. Nomer? Toshkentda mashinasi. Ha. Toshqora. Bo'ldi, yoki bozoringizni bersan, lekin gap yo'q, 4700. 4400 ga berib yuborar ekanlarni bestni. Ana bitta best bor. Assalomu alaykum. Hormayli aka. Sizlar 2016 236 ming yurgan benzinda. Kaskalar qanaqa buni aka? Top toza. Kaska top toza. O'zingizga tirikchilikmi aka? Nech pul do'st endi buni? 5 ming so'ram. Berib yuboradiganingiz nech pul buni? 4800. 4800 ga berib yuborasiz mana. 2016 236 ming yurgan tonirovkalar ruxsati bor, shum izolyatsiya, apparaturalar ham qo'yib qo'yamiz. Hormang. Assalomu alaykum. Berib yuboradiganingiz 4800 dan tushmaysiz. 4800. Diskalar taqib qo'yibdilar. Ishlari ham zo'r qilib qo'yibdi lekin. Magnitofon, kolonka, усилитель, subwoofer, hamma narsa qilib qo'yibdilar. Kraska toza deyaptilar endi. Toza chiqadi yo'q. 4800 ga beradi mana. 236 ming yurgan. Aka bozoringiz bersin, rahmat. Best qarang. Hop, endi 3 tali ham bor ekan, mana 2006-yil. Mana boshidan boshlarganmiz, 2006-yildan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kimdan bu mashina? Assalomu alaykum. 2006. Yaxshimisizlar, tushunsalar. 400 ming yurgan. Motor aka qilingan olib ketgan. Motor yangidan qilingan. Eshik alishganmi? Podyubka polni sepilgan. Nech pul bu? Gazi ham bor. Berib yuboradiganingiz. Undan tushmaysiz. Sumut beramiz. Ha? Nech pul dedilar? 2200 berar ekanlar. iPhone 17 nech pul? 2000 ga berar ekan. iPhone 17 ni olishyapti. Odam nima narxi? Mashina olsa bo'ladi. Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim, iPhone deb unaqa matohli pul ishlatganda mashina olgan yaxshi deyman-da. Shuni arendaga chiqarsa, Yana har pul. oy pul kelib turadi. Aka bozoringizni bersin, rahmat. Mana Aka rahmat. 2200 kilometr. Nonga chiqib. Mana oxirgi baslardan mana 2018 bas bo'lsa kerak, mo'lzinsiz. Bu qilib qo'yilgan. Qo'yilganmi? 2018 195 ming yurgan. 5100 dollar ekan, kami bor ekan. Voy, gap yo'q. Mana qarang, oppo. Sizlardanmi bu? Hormon. Qanaqa bor ekan? 4900 dollar. 2018 Lekin mana shu 195 ming yurgan gazsiz, benzinda. Kraskalar nima dedingiz? Toza. mana shu faqat bizda bo'lsa kerak emas narsa ana. Nech pul desa 49. Ha. 51, 62. Shunaqa. Hop. Qora bas nima deyapti? Voy, mana shuni ko'ringlar. Zo'r chiroyli ekan bor. Egalari yo'q, ha? 2013 ekan. Assalomu alaykum. Sizlarmi? Yo'q, yo'q, men qaramayman. 2013 netan gazi bor ekan. Probek yozilmadi. 4-paketini. Tayyorlab. Yaqinroq kelsangiz endi lekin hamtani. Mana shu kraskasilari bo'lsa kerak buni. Xo'p. Qarang, 2200 dan boshlandi 3 tali. Mana qada. Matizlarning kraskasini Qancha? Qanaqa olib bu? 2 yil eski. 11 qancha urgan? Kraska. Nech pul aka? Oxirini ayting. 2800. Yil necha dedilar buni? 2011. Gazi bor. Bir kraskalari bor endi. Kapot kirilgan. 2800. Qancha bu? Ha, gazi bor. Nomeringiz nechi? 95lik 043 8008. 043 8008 a? Gap. Aka, qo'lingiz. Ana mashinalarni. Yaxshi, rahmat. Eftod bo'ling. Besdan ko'p, 3 tali ham ko'p. Mana buni yuklab qo'yishibdi.
Akustikalari ham bor ekan, ham tayyorlab qo'yilgan mashinaga ham. Akustika? Qanaqa akustika? Ha? Akustika kamon usilisiga qo'yilganda. Yo'q, nolovoy filtr oldi. Ko'rmadingizmi ani akkumulyatordan? Ha, usilitli tulpan tortiladi. Mana nima deb pushtalik? Sotildimi bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka qalaysiz? Solarlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qancha yurgan ekan? 47 ming yurgan ekan. Nechasiz? O'qdi. Nima qilasiz aka? Mashina sotasiz. Zo'r ekan, ha? Zo'r ekan. Mana nech pul aka bu? Bular o'zlari olishga kelishdi. Ha, o'sha turgan. Gaplashing. 5 ming beramiz. $5,000. Lekin aka men 47 ming nomerlarni aytib ketamiz. 93lik 550 90 30. Xolasinglar mana shu mashina. Ha, toza ekan kraskasi. 47 ming yurgan ekan. 5 ming qilib berar ekan. yana kelishib beradilar. Lekin dodda ekan. Dodda lekin men o'sha 80 ming yurganini 3700 ga sotuvdim. Ya, biz har doim arzon berib o'rganmiz. Prosta holati yaxshi ekan. O'sha keyin Telegram kanalimizga o'tib olishligini tavsiya qilamiz. Shu Telegram kanalda ham ishlar yaxshi bo'lyapti. O'g'ri bu o'tirishmaydi. Shunaqa. Yoqsa olsa, yoqmasa yo'q. Shunaqa. Ketdin. Matizga xulosada. Matizga xulosa o'sha narx utilizatsiya bo'lib ketayotganining hisobiga kamayib ketibdi. Mana bitta naves ham chiqmaydi Matiz. Lekin aka aytmoqmanku narx o'zgardi. O'tgan oyga nisbatan Ha, 6000 ga yaqin Matizlar so'rashardi bizdan. Hozir 5000 yaxshisi 5000 turibdi. Ancha tushdi. Chunki o'ziga kelib qolgan ancha narxdan. Doniyor. Mana aka Spark'dan boshlaylik. 22 47 49 ming yurgan top toza 9800 dot kelishtirib beradi 9,5 ming. Mana diskalar taqib qo'ygan ekan, yangi bor. Covid diska balon qilib chiroyli qilib qo'ygan. Qaysi mashina sizlarda? Qanaqa yili yurgani? 2021 48 ming yurgan. Lifti kalinkasi bitgan. Kalinka tepilgan, qancha top toza. Necha pul berasiz? Salom. 8900. So'rayapman, 8700 ga beraman. Oxirida yarimligi bo'lsa berar ekansiz. 8 ni bermadingizmi? Aka 8600 beraman. Yo'q. 48 ming yurgan. 2021. Kraska kalinkada. 8600 ekan. 8700 dan. Bo'ldi. Sparklar o'zgarmagan. Ko'rdilar bersa videoga oldik. 12000 Hozir ham shunaqa lekin. 11000. Hozir ham shunaqa. Chunki hali unaqa holatini ko'rmadingiz-da. Bitta Spark qatori bitta gaplashib, bitta ikkinchi Spark ko'raylik. Yiliga qarab, o'rtacha hisobda keyin chiqaramiz narxni. 4 oyda o'qilib, dangacha Sparklar narxi 6000 dan 10000 gacha deb xulosa qilamiz. Ketdi bu yoqda. O ish turmadi o'zida. Ketdi bo'lmasam. Ana Spark okamiz 8600 dotli 2021-yil 48000, 46800 yurgan. 22. Assalomu alaykum. Avtomat, kraska toz, qora tomli bu. Zavoddan chiqqanmi, yopishtirganmisiz? Zavod. Texpasportga qo'yilgan bo'ladi bular. Ha, yo'q. Tomi qoradimi? Qanday yozganini bilmayman, lekin Rangida. Beli, oq beli ekan bu, belgilanmagan ekan lekin. Belgilanmagan ekan. Yo'q, belgilanmagan ekan. Ani kitobida bo'lishamdi. Mana kitobida bor. Xo'p, nech pul bu aka? Kraskalar toza, 22-yil, 63000 yurgan avtomat. Diskalar daqib qo'yibdilar. Nech pul? 10200. Berib yuboradigan narxingizchi? 10100 bo'lsa beraman. 22, 10100 qani. 10,000 ekan, deydimi? Tonirovkasi ham 10 oy bor. Ha, tonirovkasi ham bor, uni. Yana nimalari bor? Eng ko'p diska balonlari bor. Diska balon. Ha, 10100 2022-yil. To'mak ya'ni O'sha. Oke, bozoringizni bersam. Qani hozircha shunaqa xulosa. Mana men yana aytaman. Mana hozir tanishimiz Matiz qarayotgan ekanlar biz. Spark qaramaydingizmi? Narxida sal farq bo'ladi desam, Matiz yoqadi menga deb. Lekin men o'zim uchun, xalq uchun kimgadir qiziq bo'lsa kerak. Matizda 15-yil, 16-yillar bor. Spark 15-16lar bilan solishtirganda qanchalik farq qilar ekan mexanikalari?
Nima deb o'ylaysiz? Kamroq yurganini oladi-da. Spark 200 ming yurgan, 300 ming yurgan. Nashtaqasini oladi. Olibdi. Topib ko'ringlar, o'qam qana, yengil. Pul necha kim buni? Qanaqa ekan aka bu? Kimdan bu? Ha, bular 22, 23, 58 ming yurgan kraska toza. Avtomat. Ideal. Nech pul bu aka? Assalomu alaykum. 9,5 so'raymiz aka. Assalomu alaykum. 9,5. 9,5 deysizmi? Tozami? Toza. Hech qanaqa. 22, 23, 22 da. Bu faqat 58 ming yurgan ekan. Endi anu bilan farqi tonirovkasi yo'q, diskasi yo'q. Aka nechi pulga bitadi oxiri? Taqalgani aka 902 bo'lsa beraveramiz. 9 dan pastga bitadimi? 9 dan pastga aka. 9 mingga ham bitmaydi. 902 aka. Taqalgan. 902. Aka bozoringiz bersin, rahmat. Aka bozoringiz bersin. Endi anu mashina bilan solishtirganda diskasi bilan tonirovkasini hisobida farq bor-da. Deyarli bir xil. O'zi balon bilan hisoblasa 5 so'mda. Shunaqa chiqadimi 5? Ya 5 chiqmasa kerak, ko'p diska bormi? 5 so'm diska balon chiqadi-da. O'zini tonirovka $300. 300 dollar tonirovka. Shu bilan 8 dollar shu bir xil. Undan ko'ra tayyorini olgisi keladi ko'pchilik. O'zi yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormel. Mana Yili necha ekan buni? 13. 13. Mexanika bu. Kraska? Top toza. Necha pul aka? Narxi? Ana 5800. Endi Matiz bilan solishtirganda 100 220. Kraska tozaligi bor ekan. Aytdimi? Ular 40-60 mingligini qarayapti Matiz'ni. Shunaqa. Spark o'tsa 200 Tonirovkalari bor. Shumkalari bor. Polirovka ham bo'libdi demoqchi. Yonib turibdi mashina. Yumshoq bo'lib qoladi-da. Malibu bir rulla, xullas. Gazi ham bor ekan. Gap yo'q, lekin narxi yaxshi. Mana endi 2015 ikkinchi pozitsiya benzin 123 ming yurgan. Birinchi qo'l. Biz ham mashinalarni solishtirib beryapmiz-ku. Qizuvroq bo'lish uchun, qizuv. Mazada yonib mana buni ko'rish uchun nimadir qilaylik, mana banglatni kimgadir sotib beraylik, nimadir qilaylik. Nima qilamiz? Qizuvroq narsa o'ylaylik, mana ketosida ikkita naves bor. O'ylashinglarga vaqt, O'ylashinglarga vaqt. o'ylab olishinglarga vaqt. Ovorsa-chi, auksionga chiqarib olsa. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Har bitta qatordan bitta-bittadanmi? Yo'q, bitta ko'raylik, sharoitga qaraylik. Agar sotamiz kechqurun auksionga chaqirib olamiz. Birinchi bo'lib tez sotishga qo'yib beraylik-da. Hozir onlaynda yozgan ekan 2014-yil Spark. Aha. Kraskasi toza, 94 ming yurgan, rangi oq. Hech pulga olib qolamiz. Buni hozir nechtada 6 ming? 6400 gram, 5,5 mingdan saq ketadi. 5,5 mingdan 6 minggacha ketadi. Agar kraskalar toza, oq, mexanika 2014 bo'lsa. Shunaqa. 5,5 ming ketadi. Toza bo'lsa. Siz-chi nima deb o'ylaysiz? 5 ming bo'lsa ketadi. 5,5 ming ketadi. Bizni A bozor sotib beradi. Olib keling. Aka, mashinani sotish uchun hoziroq A bozor ilovasini tez sotish bo'limidan qo'ying. Ketdi, davom etamiz. Mana anta nima bu? 2015 mexanika 363 ming yurgan. Qarang, men bitta narsa o'yladim, agar to'g'ri kelsa. Assalomu alaykum. Siz hozir telefonidan odamni 20 minutligiga qo'yib berib ketinglar. Zo'r. Men 20 minutlik qo'ya olmayman deb aytdim. siz Auksion qo'yamiz. markaziga borishimiz kerak 20 minutlik qo'yish uchun, lekin biz 24 soatlik qo'yib bera olamiz. 20 minutligiga qo'yib bo'lmaydi. Yo'q, 20 minutlik bu yerdan hozir qo'ya olmaymiz. Uni maxsus planshet 24 soatliga qo'yib beraylik unda. Diagnostikamiz bo'lishi kerak. Yaxshi narxda bo'lsa. Ha, bo'ldi, gaplar. Siz ayting, mana shu yaxshi narx qo'ying, sotiladi deymiz, sразу qo'yib yuboramiz. Hozirgi yaxshi narxida. Oq. 22. 9200likmi? 9200. Ha, o'sha zo'r narx edi. Hozir bitta. Aka, mana qanaqa bu? Qaytib o'shani qo'yib beramiz. 2016 ekan, 233 Qarang, ming. mana shu avtomat ko'ra. Bu 1 litrli bo'ladi. Yo'q, 1.5 bo'ladi. 16-yil avtomat 1.5 bo'ladi. Aka, 1.5 motor, 1 litrli. Yarimga avtomat qo'yilgan. Ha, Avayro qo'yilgan. yaxshisi. Ha, avayro. 233 Yurishlari ming 1.5 kraskasi. Kraska aytmaydi-da. Nechi pul? 56. 5600 dollar. 5600. Avtomat qilingan ekan. Qilingani bor ekan, ne? Mexanikani narxida lekin. Shunaqa. Shunaqa bo'ldi. Hozir mexanikani narxida avtomat korobka narxi 5600 dan nimadir qilib berasiz. Kelishtirib berasiz. Nechi pul bo'ladiganini gapiryapman. Hozir rasman ko'rsatib oling mana nomerlarni. Mana 93lik 599 21 21. 233 ming yurgan 2016-yil. Edbetda kraskasi bor. Avayro avtomat korobkasi ustini qo'shgan ekan. Bo'lar, ayting aka. 50 so'm siylaveramiz. Iya?
Teksiga, $5,5 ming. Ha, ana 5,5 ga baraka bo'ladi. $5,5 dollar bo'lsa. $1 o'ta olmaymiz. Kraskasini bilishimiz kerak. Ha, lekin Aytib betilgan nasib. Oga bozoringizni bersan, rahmat. O'tira diskal taqib qo'yishyapti. Sparkga, hozir Nexus 2 lar moda bo'ldi. O'tira. Lasetti bilan anaqaga, Sparkga. Asosan 2013 Charchayapsiz? 248 million 5200. Gazi ham bor. Assalomu alaykum. Sizdamidi? Kaskalar qanaqa buni, aka? Ikkita krilo kapot, orqa kapot. Ikkita krilo kapot, ichiga o'tmagan? Ozgina o'tganmi? Ozgina tiqi bor. 4 detalli kraskasi bor. Tonirovkalari yo'qmi? Necha pul bu? 5200 so'raymiz. Bo'ladi. Aka, berib yuboradiganingiz. 5000 bo'lsa beramiz. 5000 2013 248 ming yurgan mana 5 ta detalli ham 4 ta detalli kraska bor, gazlar bilan 5000 ga. Aka, bozoringiz bersa rahmat. Mamichi? Bu nima ekan, mokriy? Egalari qayerda ekan? 2019 127 ming. Salom. Salom. 127 Gazi bormi buni? Gazi yo'q. Gaz qo'yilmagan. Necha pul bu aka? 7300 dan olamiz. Bo'ladi. 7200 qilib beramiz. Tekis 7000. Yo'q, 7200 bo'lsa beramiz oxir. 7200 mana mexanika 127 yurgan. Aka, bozoringiz. Rahmat. Aka, rahmat. 5 tami? Bu yana 5 ta. Necha pul bo'lishadi? Yil nechi? 12 yil gazlari bilan ikkita petno, bitta eshigida kraskasi bor. Qancha yurgan? 342 ming. Necha pulga bera olaman deysiz? 3,5. Gazlari bilan super bez kanseler 5. 2010 2012. 12. Nomeringiz? 99lik 880 44 85. Zo'r bas. Tonirovka gazlari bilan молочный. Hop, chetda yana ozgina yuringlar-da, ana Sparkka boraylik 9200 liga. Matizdan turdi. Agar so'raganlar qizi o'zi o'sha bitta ko'rolma. Shuni o'tsa mana. Ikkalasi ham bor. Qani? Narxi ham zo'r, o'zi ham zo'r. Qani? Boyiga bor. Ikkita ko'rdik. Bitta Matiz zo'ri, bitta Spark zo'r. Ha. Hozir bittalarni o'shani qo'yib berib ketadi. Agar chiqmasin. Chiqadi o'ylaysan, chiqmaydi baribir. Ko'pchilikka bo'ldik o'zi. List so'rab bitta Hop, Sparkli 23 Spark qizuv bor ekan. 23 necha pulmi? 48 ming. 48 ming. 80 ming. Kimdan ekan aka bu? Oqlagan mashina. 4800 ekan. 2017 180 ming. 800 dollar. Puli qanaqa Spark, necha pullik Spark kerak? Yozib o'rsangiz, hammasini hisoblatib beramiz. Yozib olsanglar hal qilamiz. Avtojek bugun. Assalomu alaykum. Salom. Salom. Yaxshimisizlar? Sizlar charchaysizlar? Zo'r ekan degan. Tonirovka ochadi, var mashina. Necha pul qilib berasizlar buni? 17 118 ming yurgan, 5200, 5000 beradi. Hop, okey, qarang. Matiz ko'rdim, Sparkni 23 topsa bo'ldi. Boshi bor 5000 lar atrofida. Ha? Biz prosta narx haqida o'rganamiz. 23 lar narxi nechi pul olasiz Spark, okey? Xabaringiz yo'qmi? 23 yo'q, 22. 23 chiqqani bor-ku. Mexanika bor. Avtomat. Bozorda bordi. Siz xabaringiz yo'qmi nechi pulligidan? Bir 11 ming deyishdi. 22 ni so'ra. 11,5 ming atrofida. Yuring, mana bitta bor. Aka, men olib boraman. Hozir to'xtang, bo'lmasam ana Olib bormaymiz. Olib bormaymiz. Hozir bitta qarang. Bitta mashina qo'yib ketamiz. Sal qiziqroq bo'lishi uchun buni hozir joylashtirib berasiz. Mashina narxini bilaylik. Sal 5000 ga berar ekanlar mana akam. 5000 ga berar ekan, lekin buni kraskasini so'raydi. Bilmayaptilar-da, to'g'ri bedda bor dedilar. Yo'q, eshigida bor ekan. Ha. Eshigida Anaqa qilaylik, ana Sparkdan boshlaylik, bo'lmasam qo'yish, aka. Matiz soqildimi? 4200. Kechami o'tgan. zo'roq bor. Ha. Siqadi o'shani. Bitta qiziq bo'lishi uchun qo'yib beraylik. Endi nar kraskasini to'g'ri точностini bilsangiz zo'r bo'ladi. Lasettigiz oluvchi. Kraskasini egasi kelsalar yaxshi. Boshqa mashinaga qarab turaylik bo'lmasam, aka yuring ozgina, orqaga qaytib sekin yuringlar. Yana boshqa bo'slar ham bor-ku. Nima qildi? Okam bilmadilar-da, endi kraskasini bilganimizda qo'yib yuboramiz. Kraskasi eshikda bor dedilar. Yana etbetda bor deyaptilar. Bilib bering, aka. Bilib bering, ilovaga qo'yamiz, aka. Ilovadan sotib yuboramiz, bozordan.
Xo'p, egalar kelgunlarigacha. Xo'p, Matiz'ning egalari keldilar, yana bir bor. Assalomu alaykum. Siz nima aka? Assalomu alaykum, Ahror. Ahror aka, bizani diler ekanlar o'zi, biz bilmagan ekanmiz. Ammo ikkala Matiz ham o'zlaridan ekan. Qarang, bittasi 2017 118 ming yurgan. Ikkita qanotda raxtdan past sepilgan va eshik sepilgan. 3 ta detalda kraskasi bor, konditsioner, gazlari bor. 5200 so'rayaptilar, 5000 ga beraveradilar va yana bitta bor ekan 2017 180 ming yurgan. Bitta qanotda kraskasi bor, konditsioneri yo'q, gazi yo'q. 4800, 4600 ga berar ekanlar, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Buni mashinalarni o'zingiz mana shunaqa tayinlaysizmi aka o'zingiz? Shunaqa. Mana shunaqa tayinlashga necha pul ketadi aka? Endi holatidan kelib chiqqan holatda endi polirovkani himchis kelib oladigan bo'lsa 250-300 ta atrofi. 300 dollarga xuddi shunaqa bo'lsa bo'ladi. Shunaqa. Aka, mana mashinani bitta ko'rsating. Birinchi bo'lib motor отсекka mana tomosha qilinglar. Yana endi mashinani salonni. Mana laboylarni qarang, avangard laboylar taqib qo'yilgan. Gerb laboy ekan. O'sha avangard gerb laboy. Salonni qarasangizchi. Aka, salonni ham sepib turasizmi buni ichida? Agar holati og'irroq darajada bo'lsa septiramiz. Bu sepilmagan holatda hozir. Bu sepilmagani. Hozir shuni bitta 10 taraf qanotda bor, diza. Bu qo'yin joylarida yo'q. Endi aniq qilamiz aka. Ilova bor, avozor ilovasi. Hozir shu mashinani tez sotish bo'limidan auksionga chiqaramiz. Ertalab ta'mirni necha pul qilishdi mashinani? Hali narxlashmadi. Buni 4400 ga sotilmadi bu mashina. Bermadingiz 4400 ga. Anonisini 4700 ga sotmadik. Sotmadingiz. Endi bitta qo'yilik uchun necha pul berilar ekan? Bo'ladimi? Hozir Abozor ilovasini oching. Rasmlari bor, ilovani o'zidan joylab yuboramiz. Lot raqamini hozir ko'rsatamiz, qaysi lotligini. Bo'ladimi? Bo'ldi. Oching Abozor. Internet sal yaxshi ishlamaydi lekin. Keyingi 13da pul beradi, 100 dollar bor. Hamma bozorda shunaqa. Aka, Farg'onada umuman ishlamas ekan. Shukr, esiz pullarni olasiz. Hop, menimcha qiynalamiz hozir bunaqa internet bilan, aka. Hozir sal tiyroq bo'ladi, amaliymiz. Probelsiz qiling. Boshdan chiqing. Boshidan boshlaymiz. Kelaymiz. Boshladik. Chevrolet Qiziq bo'lishi uchun yana aytaymi? Matiz. Mashinani olgan odamga Ha, bitta antiradar qo'shib beramiz. bo'lmasa, ana. Abdurozim ham har doimgidek Chiqurasida manga- tegi fazida aytku, tegiga qo'yish pulli dedi-ku, sen antiradarchilik chiqurasida. Ha. Reklama mana. Ha, reklama uchun emas, hozir shundoq beraman agar Manga ham bering. odamga. Menga ham bering. Sizgami? Ha. Siz mashinangiz yo'q-ku aka? Ha? Olishmasa menga Nega berib mashinani, oling. aka? Siz mashinangiz o'zi bor-ku. 2017 2017 mexanika. Davom etamiz. O'zimga qo'yamiz. Hop, rangi oq. 180 ming yurgan. Abdulaziz telefon chiqarib turing. Benzinni o'zi bu metani yo'q. Bu 1 litrli Best-ku bu. 1 litrli to'ppa-to'g'ri. Ne bu Best? Men boshqasini B Matiz o'zini tanlaymiz. Bu yerda alohida Best bormikin bo'lmasam. Hozir ko'ramiz shu joyni. Nega Matiz Best yo'q? Yo'q, best yo'q, Matiz bo'ladi. Yo'q. Bestni tegiga yozib qo'yasiz aka. Ha. Mexanika. Oq. Benzin. Mayli. 180 ming. Keyingisi. Sirasiga bitta detal. Hop, nimasi borligi? Elektropaket bor, bo'ldi. Konditsioner yo'q, ABS'lari yo'q. Nima konditsioner yo'q ekan? Yo'q, konditsioner yo'q. Bunisi yo'q, bunisi. Ikkalasi ham o'zlariniki ekan. Hop, holati Anani o'rta. qo'yib-yotdik-ku. Hammasini kelib joylab olamiz. Ha? Ikkalasini ham qo'yadigan bo'ldik. Bunisi ham, buni narxi 4600 ekan. 4600. Ha. Bitta detalli kraskasi bor. Men bitta boshiga beraman, lekin shu bitta mashina qaysidir bittasida. Hop. Ana men olib turayman, mashina rasmiga olamiz. Demak, mana akam mashinalarini hozir ilovaga chiqarib qo'ydik. Auksion bo'limiga kirasiz. Matiz Biz, davlat raqami 429 o'z rasmda ko'rinadi. 4800 holaganlar. Demak, o'tib beradilar. Qani beringlar taklifinglarni. 4400 ga bermadilar mashinani. 4,5 mingga ham bermadi. 4,5 ming berishgan 4400 dedi. Demak, 4,5 mingga ham bermayman deyaptilar. Berib ko'ring taklifingizni. Demak, mana bozorda yaxshi beriladimi yoki ilovadami? Agar video chiqqungacha sotilib ketish ehtimoli ham bor. Hozir bittasi video chiqquncha sotilib ketdi ujimini. Sotilgan nargisi. O sotib baraka bo'ldi. Baraka bo'ldi. Yo'q, oyog'ini yengilligini ko'rdingizmi? Aka, keldi. Mana hozir ham sotilib ketadi-yu. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Radarni tashlab ketaverasiz. Ha, bu sotilsa, Maqsad bizga chiqurishadi. Agar ilovadan sotilsa, bitta radar. olgan odamga radar podarka mana mashina ichiga. Sotganga emas, aka. Olganga. Bo'ldi, gap. Keladi bozorga, Sparkka. Bozorga keladi, o'zimni qo'limdan shaxsiy olib ketadi. Ketdik, keyin Nexus. Qaysi? Mana avtomat qilingan, ha? Qaysi biri bo'lisimi? Yo.
Ani qo'y. Ani 22 ni qilaylik. Mashina? Aka, assalomu alaykum. Olgan rasta. Telefoningiz bormi? Telefoningiz? Assalomu alaykum. Yana bitta aka, tushunsiz? A bozori bilasizmi? Eshitgansiz A bozor. Telefoningiz bormi? Telefoningizda? Keyin yuklab olamizda, auksionga chiqarib olamiz mashinani. Sotilib ketadi. Sotilib ketadi. Ko'ramiz, bozordanmi, A bozordanmi tez. Nech pul qildingiz o'z kirishda mana. Egasi kim egasi? Egasi o'zingizmi? Ha, u yo'q ekan. Ular bilan yo'q. 9 Aka, assalomu alaykum. Sizlardamidi mashina? Tuzumisiz, savlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Biz A bozordan edik. Sizni mashinangizni ilovaga joylab, auksionda sotib bermoqchimiz. Shunaqasi bo'ladimi? To'xtab qoladimi? Mashina turiladi, qarang, mana narsa. Rasmga olib. Ilovada hech kim telefon qilmaydi, takliflarni ko'rasiz. Sizga faqat taklif keladi. Bu tim bo'ladi. Bering. Sразу qo'yib yuboramiz. Qizuvroq bo'ladi. Ha. Ko'ramiz qayerda tezroq sotilishini. Sizga ham qiziq. Kraskasi toza-yu? Kraskasi toza, yaxshi mashina. Dengi beriladimi aka? Bor ekan. Dengi berasizmi? O'zingizga endasiz. Xo'p, internet yoqib bersangiz? Yo'q, internetda o'chgan hozir. Ha, internetni tashlaydi. Abdulazizxon, qanisiz? Abdulaziz qani? Esxon. Lazizxon, internetda yoqing. Hozir mana akamlarning Sparklari 2023-chi, 22-chi Broadcastmi? 2020, kuzbi 20. 22, 23 yurgani 58 ming kraskasi toza. Bo'lari berib yuboradi yalnız, aka. 9 mingga berib yuboradi. Nechta oxirgacha? Ana bo'lmasam. Yo'q, Oxirgacha yo'q, oxirgacha emas, yo'q, ana yashil bo'lib qolgungacha. Hozir mashina ham sotilib ketadi. 22-23 ekan, aka. Aka, chegan mashina ham sotilib ketdi. Hozir ham sotilib ketib qoladi hozir. Sotilsa? Seni. To'xtang, registratsiyani o'tganmi o'zi bitta ko'ring. Keyinroq. Hop. O'sha shuni обновить qilsangiz bo'ladi, to'g'ri? Ha, soatlar kutamiz-da, obnovить. Registratsiya qilmagan ekanlar. Olgan telefoningizdan registratsiya qilib oling. Telefon nomeringiz nechi? 88lik. 88lik 813 813 33 36. Hozir mana Spark 22 ni 58 ming yurgan joyladik ilovaga. Biz ko'ramiz endi. Ha, mana shu gapda ertaga oladimi? Aytolmani, qaysi birinchi sotiladi-yu bizda. Birinchi sotilganiga. Sotilganiga bitta radar mana. Ancha radar mana. Sotib olgan odamga ancha radar mana. Sovg'a. Hozir bitta Matiz qo'ydik, biz Spark qo'ydik. Mana shu nechta mashina qo'ysak, o'shalardan birinchi baraka bo'lganiga ilovadan podarkamiz bor. Keyin adiller ilovasiga kirib, bemalol mana diller ekansiz, ishlatib, aniq qiling nima deb auksionda qatnashing. boshida diler bo'lgan. Zo'r, ne to'sh 9200 zo'r mashina chiqyapti. Zo'r narx bo'lgancha joylaymiz. Bo'ldi, aka, rahmat sizga kattakon. Ketdi, davom etamiz. Nexalarni ko'raylik, Sparklarni ko'rdik. Joylarda assalomu alaykum hammaga. Hop. 18 mexanikami bu? 300. Assalomu alaykum. Sizdanmi aka? Yaxshimisiz, mexanika ekan. Assalomu. Nexia 3. Kraskalar toza. Bor kraska Ikkita uchta joyda kraskasi bor. 7300 dollar. 2018 63 ming yurgan. Propan gazi ham bor. Propan gazi ham bor, Mexanika. 7300 ekan. Bo'lish nech pul? 7100 mana Mokra Asphalt 2018-yil Nexia. Xo'p. 2018 Spark nech pul shida? Qara, nima? Nexia'lar, Spark, Matiz kamayib ketgan-a? Chiqmayotganiga to'liq. Hamma chiqasiz. Hadi ikki narigi qator ham Nexia aka. Ha, yo'q. Ikki qator Spark, ikki qator Nexia, ikki qator Cobalt. Yo, bu yerda aralashdi, Spark ham bor. Spark Nexia'ning o'zi ani o'tish joyida bu. O'tadigan tarafi Nexia'dan Sparkka. Sparkdan Nexia'ga. Unda bu yoqqa o'tarkanmiz. Bu yoq. Bo'ldi. Asosiga o'tamiz. Mana. Assalomu alaykum. Kimdan bu aka? Sizlar ham tushunsiz? 2019 81 ming yurgan mexanika. Kraskasi ha, o'zi mana bu 30 bilan nech pul bu? Mashinamiz bor ekan. Ha? 7900. 7900. Kraskasi toza ekan. Hozir teknometr hech narsasi yo'q. 7900. Sotildimi bu? Yo'q, unisi sotildi, avtomat sotildi. Bu qanaqa edi bu sotilgani? 2019 eski top toza, 4-pokoleniya metan gazi bor. Ozgina navrotda diskalari, monitorlari bor. Nech pulga baraka bo'ldi? 9100 dan ozgina oshdi. 200 ga yetib bormadi. 150 ekan. 170 menimcha. Shunaqa. Chiqib ketishlari, nimadir qilib turibsiz. Gap yo'q, barakasini bersin.
9170, 9200 lar atrofida ekan. Bular o'rtasida to'xtab turib, bo'ldi. Hop, ketdi. Mana yana mexanika ko'proqmi? Ha? Hamma beji salon yaxshi ko'radi, qara. Ha? Beju salon, ha. Ya, beji salon. Salom. Kimlar ekan bu sizlar? Xo'ring, siz charchamayapsizlar, sizlar joydan. Xo'ring. 2017 da bu. 250 ming yurgan avtomat. Kraskalari? Edbetlarida bor. Benzinda. Ha, gazi ham bor. Nechta Gazlari so'roz? 7700 ekan. 7700. 7300 qilib beramiz. 7300 qilib berar ekan. 2017 Edbetning kraskasi bor, 7300. Avtomat, bejvoy salon. Bozoringiz bersin, aka, rahmat. Faqat biz anaqani qo'yaylik, kraska tozasini qo'yaylik. Ha, o'shani topaylik. Mana yonib turganini. Oq qo'yaylik. Chunki hozir bu yerda tekshirish bizda qobiliyatimiz yo'q. Hozir bu yerda uning uchun vaqt ketadi tekshirgunimizcha. Shunaqa. Xo'p, mana ham tinni o'qib qo'yishibdi. Mexanika. Ya o'zi hammasi tinni o'qib qo'yishadi. Narxini biling, 22 ekan. 26 ming yurgan. 905 pulti bor, registrator mana shunaqa yumshoq balon mana shunaqa. Assalomu Assalomu alaykum. alaykum. Aka, sizni sonlarni yaxshi charchamayapsizlar. Video yo'qmiz. Qo'l yalayapti aka, lekin men 200 ga berardim. Gamepad o'zi yurmadim aka. O'shanga. Kemasini o'z telefonim tinmadi. Keyin bir tomoni menga ani bir uchun bank dedi, yo'q. Ya, 10 mingga bermayaptilar. 10 mingga bermayapti. Tamam, okalarimiz turdi. Ancha bu 10300 Noto'g'ri bo'lib qoladi dedi. Indamay qo'ya qoldi. Ana bu 11 ming bilan 22 ni. Endi 16 ming. Aka, bizani kraskasi toza. Kraskasi toza. Bervoradiganingiz nechi pul aka? 10 mingga bermadingiz, 12 ga ham bermadingiz. 200 ga bermadim, 10300 bo'lsa sotaman. 10300 sotamiz. Ilovaga joylab bersak, A-bozor ilovasi bormi sizda? A-bozor ilovasi bor? Oldin bo'lardi, hozir bilmayman lekin. Qarab ko'ring. Auksionga chiqarib beramiz. Hech kim telefon qilmaydi. Taklif bilan ko'rib, taklif bilan sotib yuborasiz. Borardim lekin, bilmasam lekin, oldin borganman A-bozoriga. Mashina borardim, sal yer gurishardi o'tda. Ana tapa o'chdi, anaqasi bor edi. Yo'q, menimcha A-bozorga o'chirib yubordim aka, menda yo'q ekan lekin. Skazet qo'ramizmi? Olasiz. Qanaqa qilib yer gurishadi? Men olib borgan mashinamni sotganman ham bir ikkita o'sha dilerga kimdir bo'lardi. O'shanga sotganman, olib ketgan mendan ham. Keyin borsa arzonroq narx aytishgan edi. Olganimizdan zararga so'rashgan ekan qaytib ketganmiz. Demak, keyingi safar. Sizlar tirikchilik deysizda? Yo'q, men bozorchiman. Sizga tirikchilikdagi odam o'zining narxingizni beradi-da. Siz uchun arzon hisoblanaveradi. Shunaqa. Xo'p, 22-26 ming yurgan 10300 avtomat toza Nexia. Chiqarib yuboramizmi auksionga, aka? Nima deysiz? Lekin tez sotiladi. Gem berasizmi? SMBchini bermayapti-da, aka, shunisi. Ha, egasi bermayapti ekan. O'zimga bermadi. Bir oylikga bersam, bir oylikga bermadi. Ha, hozir Aytgan joyingga borib qo'l qo'yaman dedi xodim odamni. Madaveri sotib oldi, siz gapni. Yo'lda ketaver dedi, telefon qilasan, nobodo dedi. Yo'q, oddiy anaqa ham qilib bermadi. Daverni ham qilmadingiz. Onlayn ham qilib bermadi. Lekin mashina zo'r. 10300 mana marhamat. Ko'rsatib oling bularni nomerlarini. Bu mashinani chiqara olmas ekanmiz. O'tib bering. Tushundim siz aka. Sizga rost charchamang. Ha, 100 so'm, 200 so'm o'tib bering. Qara. Ketdi. Men qo'yib bo'lmasa ham qo'ydirmas. Egalari ana ekan. Sal. Va оформлениеga deymiz. O'shanga. Оформлениеga qo'yamiz. Egalari Noziroq ekan. Ha, qo'ydirishgan. Ha, o'shanga aniq qilmaganlar. O'zlari ham risk. оформлениеga qo'ydirdi. Оформлениеga bo'lsa qo'yadi, gem bermaydi. Qo'yamizmi? Bering aka, telefondan. 10300 ekan. 10300 ekan. Ana zo'r. Abdulazizxon. Xallas, Abdulaziz. Anti gaplashyapti. Hozir Abdulazizdan internet to'lab beramiz. Aka bilan Nexia 3larni 2022-26 ming yurgan Nexia 3larni qo'yib berdik ilovaga. Boya Matiz, Spark qo'ydik. Ilovadan yana Nexia 3 ham qo'ydik. Yutib olgan odamga kim birinchi? Uchalasiga emas, kim birinchi qaysi biri sotilsa, o'shanga antiradar meni qo'limdan olib ketadi. Antiradar, bo'ldi. Oka, rahmat sizga. Bozoringizni bersin. Rahmat. Endi davom etamiz. Xo'p. Cobaltga o'tamiz endi. Cobaltdan nima gap? Endi Cobalt. O, mana Cobaltlar bor, Cobaltlar. Hammani bo'la-yu. O'zimiz uka hollar. O'zimiz ukalarning mashinalari ham shetda ekan mana. Hop, Hozir endi Cobalt aka chiqib turibdi. Cobaltga savol mana, oka sizga. Qarang.
bir oy oldimi Xorazmga borganimizda 13800 dan ham sotishyapti. Toshkentda 13300 edi. Keyin ko'chada gaplar tarqalib ketdi, 12800 dan sotilyapti degan. 12800 ga tushib ketdi. Hozir aytishyapti yana 13000 ga ko'tarilib ketdi. Yo'q, hozir kurs oshganiga, tushganiga bu ko'tarilgan. Ursangiz mana so'mmi, so'mda o'sha bo'ladi. Ha, ko'tariladi. O'shani hisobiga ko'tarilgan. Lekin Cobalt chiqib yotibdi-ku. Ko'p, a? Ko'p. Bez nomer qarang, taqiqlanib yotibdi. Bu taraf kredit sotiladi yo'q. Endi nimadir sotilsa ham lekin sotiladi. Keling, mana shu yuringlar, mana bitta Midnight bor. 25 mana. Bizga ko'pchiligiga mana tayyori gazi bor, ozgina yurgani, shumkalari bor, nimadirlar qiziq bo'ladi. 24 56 ming yurgan Cobalt ekan. Egalarini ko'ringlar, hali. Assalomu alaykum. Hormay aka, videoga olamiz. Xo'p, kraskalar qanaqa bo'ladi? Top toza. Nech pul olasiz? Narxini 12300 so'rayapti. 12300. Beraveradigan necha? 12000. Bozor nech pul qildi? Hal qilmadi. 12000 dollar berar ekan. 2024 56 ming yurgan 4 ta yangi ballonlari bilan mana toza. Midnight sizdan emasmi? Midnight nech pul bo'lasiz? Ehtiyot bo'lamiz. Qani orada bari bo'lib qoladi-da. 2013 340 ming yurgan ekan. Boy so'rayapti. Ichida o'tiribdilar, ichida. Assalomu alaykum. Mexanika ekan. Okey, bu yoqdan tushar keldi bo'ldi. Keling. Assalomu alaykum. Hormay aka, tuzun sonlarni yaxshi. Xo'p, 2013 340 ming yurgan gazi yo'q-a? Gazi yo'q. Mexanika. Kraskalari? Kraskalari bor. Bor. Qanotda bor ekan. Xo'p, nech pul dostmi? 4 yumshoq baloni bor. Magiklar bor ekan, chexollar bor. Narx? Narxga taqib qo'yilgan. Narxi taqalganimi? Ha. Taqalgani 6,5. 6,5 mingga bera olasiz. Mana 6800 so'ramiz, 6,5 taqalgan. 2013 340 ming yurgan. Elbette kraskasi bor, mexanika. Bo'lish 6,5 mi? 6,5. Bozoringiz bersin, aka, rahmat. Endi 6,5 ga mexanika Spark 2016 oladimi? 17. To'g'rimi? Bu endi Cobalt sal bu bosib o'tgan masofasi ko'pligiga qaramaganda, Cobalt olsa ham bo'lar ekanda. Без пробег mana yurmagan. Lekin kraskasi ko'p ekan. Ha, kraskasi ko'rinib turibdi. Yetolmayaptilar. Xo'p. Ayshi Midnight nech pul ekan? Style Plus. Bilasizmi, Style bilan Style Plus'ning farqi bor. Bu mana Polning Navarot degani nima endi? Hamma narsa qilingan bo'ptilar. Kimdan ekan bu? Assalomu alaykum. Salom. Yaxshimiz aka, tushimiz. Yil necha ekan buni? 25 5000 yurgan. Kraskalardan Polning Navarot nimalar bor endi Navarotda aka? Malibu rul bar qo'yilgan. Shumkalar qilingan. Shumka. Gaz bor. Gaz. Gaz yo'q. Nech pul olasiz buni? 13600, 5000 yurgan tayyor. Bu beraveradigan narxingizchi? Bozor aka savdo qilamiz. Maqsad niyat sotish. Endi buyog'i bozor gap. Endi hozir videoga qo'yamiz. Misol uchun kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqishadi. Aytgan Alo. savdo qilamiz. Xo'p, Midnight ham siznikimi? Bu sizdan emas. Bunisichi? Bu ham sizdan emas. Bo'ldi. Savdogar gaz, sotilyapti bez probeklar. 13400 dan sotishyapti Midnightda. Bozoringiz bersin, aka, rahmat. Xo'p, davom etamiz. Mana endi bitta Midnight. Yeng, bu yangi mashinadan ko'pligan qarasizchi? Assalomu alaykum. Nech pul ekan aka bu? Oldingizmi? Yo Alloh xayr. Mana 13200 ga baraka bo'pti. Barakasini bersin, aka. Zo'r bo'pti. 2025 Midnight toza. Shot spravkam bu? Ha, shot spravkaga mana arzon tushadi. Hozir nech pul? Gaida nech pul rasxod bo'ladi? Ayoy. Shunaqa bitta 400 dollarlik bo'lar ekan, shuni 450 dollarlarga. Agar notarius bo'lganda 100 dollar o'tirardi ustiga. Nomimizga shunday chiqadi. Mana yangi Midnight 13200, 13600 edi. Bir oy oldin. 13200 ga. dollar hisobiga hozir 2 million farq qildi. Qanaqa bilan? Gap yo'q. Zo'r bo'pti. Barakasini bersin. Mana 13200. Qo'yil. Xo'p, qorasi qanaqa ekan? Qora emas bu. Nima bu? Dark buni. 23.6 ming yurgan. Assalomu alaykum. Hop, toza 100%. Nech pul ekan bu? Metan gaz bor. 4-pokoleniya gaz. Malibu bar, Pioneer Mafon. Zo'r chexol. Zo'r kojiniy chexol. Mana o'zimizni akamiz. Azamat aka. Nega? Assalomu alaykum. Hamma biladi, videolarga tushgansiz-ku. Fikrladi. Assalomu alaykum. Nega ko'rinmaysiz? Ne taklif bermayapsiz? Olam.
yaxshi gaplanayapti. Yo'q, Boshqa bermagansiz. nega yoki kirib yaxshi taklif bersangiz sizdan $100 baland olib ketib qolishyapti. Buningiz necha pul? 23-46 ming yurgan Midnight toza gazlari bilan. Ha? Stel. Ha, Stel Midnight. Nech pul dedingiz? 11 ming. Beraveradiganingizchi? 500 ber. 11,5 ming. 23-46 ming yurgan gaz, Malibu bar, chexol tayyor ko'rsatib bor. 8. Gem berasizmi? Yo'q, Gem. Dark rangda. Nima gaplar aka? Ishlardan zillaymiz. Aylanib yurimiz. Olib bering, bor, olaman. Mana ilovaga kiring, aka, yangi mashina qo'yganmiz. Nexus'lar bor. Puli qimmat. Yo'q, aka, siz puli qimmat deysiz, taklif bermayapsiz. Siz taklif bering. Rahmat. Telefonlashamiz. Salomat bo'ling. Aka ketdi. Anavet ko'taylik. Salom alaykum. Hop. Kobalt qo'ymadiga bitta kobalt qo'yib 13200 mingdan sotishdi. Yangi, shu spravka. Hop. Salom. 12600 da. Beraveradiganingizchi? Ha? Siz tushmayapsiz. Ovozingiz tushadi faqat. 12300 ga beraverasiz. Toza gazlari bilan 27 ming yurgan Midnight. 13200 ga 25 so'm zo'r. Buning ichiga. Hop. Mana bu qoramni Hammani ushlab chiqadi. ha. Gazi bor. Tayyorligini bilsa, ha. Ey. Mana shu zamon rivojlangandan keyin bor, o'zi rivojlanyapti-yu. Videoga olmaylar deydigan odamlar o'zi ham yaqinda videoga ham chiqadi, bor. O'tasi bilan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzr. Assalomu alaykum. Sizlar charchyapsizlar? Sizlar? Sizlarmi? Qop qora. Qop qora ekan. Qop qora. Assalomu alaykum. Charchyapsizlarmi? Kobalt ko'pligini qarang, kobalt. Yo'q, bu ham bir 13 ming so'raysiz. Kimdan ekan? Sizlarga. Nechta ekan? 13,5 aka bu. Assalomu alaykum. Aka qalisizmi? Sonlar yaxshi, ishlar joyida. Qancha dedilar? 13,5. Qoraligiga endi. Mana 13,200 ga bariga bo'ldi. Keyingisi Midnight oqvaga. Rezxon Nevzada qora rang yaxshi ko'rishadi. Endi fondkada $1000 qimmatga. maza qilib haydashadi-da. Salom alaykum. Ben qora-qorada. Naqd bank. Naqd. Yo'q, naqd. 12800. 12800. 12800. 5000 yurgandingizmi? Hozir. Metani ham bor. Yo'q, gaz. Yo'q. Midnight. Midnight 12800. Zo'r. 5000 yani 13100 deyishdi. Shunaqasini. 13,200 ga sotildi. 13100. Yo'q, yengisi lekin yurganini 13100 deyapti. Ha, shunaqa. Ajab-ku. Qara har xil bozorda. Bozorga. 12 beradi. Hop. Yuramiz. Rezxon. Doniyor. 11,700. Assalomu alaykum. 600 qilamiz. Mani ko'baltim qo'yilgan, bunaqa narx bo'lsa. O'sha o't ketdi. Shu 11300 qo'yarsangiz sotiladi shu mashina. Nima deysiz? Nima yeyishyapti hamma? Qaymoqmi? Qatu. Qatu. Voy, zo'r ketdi. 25 ming to'g'ri yurgan. Qani, mashina qo'yamizmi? Mana kiyamiz aka. Spark Nexel'ga taklifli kelyapti. 20 beradi, 66. Kimdan aka? Egalari yo'q. Bu ham sotildi. Aka sotildimi? Oldingizmi? Nech pulga oldingiz? Nech pulga oldingiz? 12700. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Yangi 12700 gap yo'q. Ana 3200 ga yurgan ekan. Zo'r. 2013. Bozorga qarang. Abdulaziz borsaga ammo bir 100 metr o'tyapsiz-da. Bir xil mashina sotilgan narxlar har xilligini qarang, farqlari bor. Ozgina. Ana sotiladi-yu. Puli sani tepasida turishadi. Shatda maza qiladi. 100 foyda bo'lsa ham zato ana Baraka bo'ladi. barakasi. Lekin anu yengini yaxshi sotibdilar, ham bozorga narxga qaraganda 13200 ga. Midnight oqqa.
nima deysiz? Vo'm qani. Darkon ham chiqqanmi midnight? O'zida qilishganmi? Pulli foydasi nima? Shaqillashiga qiziqaman deydi. Bu kimdan aka? Bizdan aka. Nech pul aka? 12600 so'raladi. Yil nechi buni? 25. 25. Qancha yurgan? 7. Kraskalari? Joy ko'chasi. Bitnachasi bor. Bozoringiz bersin aka. Assalomu alaykum. Mexanika bu? 14. 9. Bozorda Cobalt narkadorga ham o'tsa bo'ladi aka. Cobalt yana bitta bor. Mana shu videoni ko'rayotgan akalar. Ha. Mashinalarni bo'ladigan narxini aytinglar. Unaqa ko'pirtirmang. Iltimos sizlarga bor. Yana bor ani. Kanallar rivojlanishi ham bor. Mana mashinada biz misol uchun sodalashib qo'ydirganimiz uchun kanalimiz ko'ryapti odamlar, olyapti. Bular xuddi shu biz aytayotgan narxi yetishsa sotiladi-da, aka. Shunaqa. Lekin Ahmet so'rayotgan narxlarga ham sotilyapti-da. Qarang, lekin qancha turgandingiz mashina? Endi 3 hafta turadi, 4 hafta turadi. Turadi. Mana bularda mana yo ana yo ostiga yo ustiga deydi. Ha. Shu paytgacha turadi. Ab 20-yil mexanika, 157 ming yurgan, propan gazi bor, shumkasi bor. Holati zo'r. Mexanik ekan, yaxshidan to'g'ri qo'yiladi. 22-yil Cobalt 4-pokoleniya, pozitsiya full, не бито, не крашено, 47 ming. Nech pul ekan? Salom degan. 11300. 22-23. 11300. Cobalt bor. Okey. Keyin jiz qilib, Ha. qo'yib, Narx minutchi bo'ladigan narx kelmayapti topshi. Ha, bitta mana Abdulaziz o'ziga chiqsa, bittasi bor ekan o'zida. O'sha sal ana nima deydi? Yaxshiroq tirikchilik yaxshisi bo'ladi. Bu 22 da. Ha. 56 ming yurgan. Meniki 23-40 ming. 23-40 ming yurgan. Minutchiga zo'r-da u. Ha. Minutchiga zo'r, tirikchilik kesib topsa bo'ladi. 11300 mana. Bu ham 11300 dam o'zi bu odam? 22 u. 23. 22 aytmoqman qarang. Foil degan. O'shanga Lekin bozorda odam ko'p. bozorda odam ko'p, lekin ancha qaytib ketdi mana. Mana hammasi bozorchida mana. Ertalab tam yuribmiz-da, aka. Tugamayapti bozorda. Tugayotdi yana rostdan. Va eng maza qilgan Samarqand hamma yoqqa bordik-ku. Ha. O'zbekiston bozorida bor. Toshkent bozorida. Faiz kuchli. Hammasini o'ziga yarasha faiz bor. Bor. Lekin ko'p-da, ko'p. Kattaligini. Viber ko'p deydimi? Viber. Ana borsaga. Ha. Nima qilamiz? Tanishlar ko'rib qolishdi. Lekin mashina ko'pligini qarasangizchi. Borsaga. Mashina hozir shunda Navesteda bir 90% tirikchilik degan odamlar. Ha, 90%. Bundan ko'p bo'lmasa. 95%. Qo'y. Sotuvchi o'zi olib chiquvchi. Lekin- Hozir aytolmayman-ku, ko'pchilik mana minut mana. Yana aytaman. Tirikchilikda yoki o'zini mashinasi degan narsa bor-ku. Yo'qolib ketdi hisobimda. Nega desangiz, qarang. Bular olib chiqishadi, tayinlashadi, Endi vaqtligini harakat ketkazishadi. Bizda ham xuddi shunaqa-ku. Olasiz, tayinlaysiz, vaqtingizni ketkazasiz, pul berasiz, yo past narxda yozasiz, yo tepa narxda sotasiz. Hozir unaqa katta foyda qiladigan payt emas. 100, 200, 300 mashaqa. Lekin u mana vigidni narsasi shuni sotib ketadi, pulni yechib ketadi. Shunisi bor. Hozir bu mana so'rab ko'rsam 3 haftadan beri turganlari bor, 4 hafta, 1 oylab turganlari bor. Riskozligi bo'yniga olishadi. Ushab turib, 1 oy ichida pulligi muzlab 200-300 dollar foyda qilishadi. Okey. Lekin bor, mashina tayyorlash bo'yicha bozorga bizni birinchi o'rinda bo'lsa kerak. Chunki men aytib beraman, men chet ellik odam bozorga aylantirib kirganimda 2012-yil eski mashinada paketli turibdi, usti bo'linib turibdi eskiligi. Paketlar taqib qo'ygan. Bu yengimi deydi. Hayron qolgan. Keyin, "Yo'q, bu tayyorlangan. Sen nima yengi deb sotasan?" "Yengi deb sotmayapman. Mashinani просто shunaqa holati odamlarga yoqadi" deydi. Haqiqatda odamga yoqar ekan ko'plarga. Nimaga unaqa tayyorlaydi? Uyga mana adasiga, oyisiga olib boradi-ku. Shunaqa ekan. Yengi de oldi. Shunaqa. Yengi emas, lekin yengi de. Qarang mana salavanlar turibdi. Ana, sveji mingani his qildirish uchun-da. Lekin mana shu mashinalar ana kimdir sotgan-ku bularga. Eski egalari mashinalarini tanimaydi. Ha, taniyman. Aniq.
aksariyati okalar zo'r qarab qo'yishadi. Nima tayyorlab, hamma yo'lga cho'tki mehr berib, egasi tanimaydigan darajaga olib kelib qo'yishadi-da. Ko'rmagani o'z sotib olgisi keladi bu xil. O'shani qilgan yaxshi. Ha. 51 ming. Chunki bular bozorda tayyorlab o'shaning uchun pul topishadi-da. Gentraga yaqinlashib qolamiz o'zi. Ya Cobalt. Oxirgacha Cobalt menimcha. Menimcha Cobalt-u, lekin mana jiz etadigan narsa chiqmayapti, aka, menimcha. Nima qilamiz? Hamma Gentrani kutadi lekin, bilasizmi? Chiqmasa, aytdim-ku, yana Abdulazizda bor, o'ziga chiqsa qilib bersa. Shunaqa. Mashina so'raylik. Kimdan ekan bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 23-35 ming yurgan kraskalar toza. Gazlari Mashta pitno bor. Ichiga o'tmagan. Gazlari yo'q. Nech pul bu? Bo'lishchi. 11500 yil 35 ming yurgan 11500. Gazi yo'q ekan. Gazi yo'q, bitta pitnochasi bor. Rahmat aka, bozoringizni bersin. 10500 yil qo'yib bersan. Voy, olsangiz 10500 ga. 15 yil auksionga qo'yib qo'ysam. 10600 qilib olib ketsa, maza qilmaysan. Voy. 25 biz probek shuncha 25 yevro. Ha, 20. Chunki qani aytolmadim yana. Faqat hozir ishlab chiqarish Cobaltda qoldi. Cobalt Onyx Track. Shunaqa. Asosan xalqovotgani Cobalt. Cobalt. Xalqoq, narxi ham yumshoqroqda shunda. Lekin qani? Hamma narsa bor. Cobaltda yengisi deylik mana 13 mingga sotishyapti. Mana shu gazi bor ekan. Assalomu alaykum. Sizlarga chaqmoqchiman, sizlar joydan. Sizlarga assalomu alaykum. Hop, 24-88 ming yurgan gazi bor, kraska toza. Nech pul do'st buni, aka? Buni 11900. Bo'lishchi beraveradiganmiz. 11700. 11700 uni 2024-88 ming yurgan Gazi bor. gazlari bilan toza. Aka, bozoringiz bersin. Rahmat. Yengimi? Nech pul do'st buni? 25-3800 yurgan bu 12 ming. Bo'laricha 11800. 3800 km turgan 11800. Aka, bozoringiz ber, lekin narxi zo'r. Mashina qo'yib beramiz. Ha, narx yaxshi menimcha 25 ga. Tamom emas. 25-3800 yurgan 11800 qilib beraman deyaptilar. O'zingizda 1.5 sotib qo'ydingmi? Bor edi. 25 mi? Yo'q, 3 million. Yo'q. Yo'q. 1.5 qo'ydim. 12.5 qo'ydim. 12.5 qo'ydingiz. Bu nech pul? 11800. Avtomatmi? Avtomat, hozir mexanika chiqmasi kerak. Sizlar nech pul o'zdingiz? Hozir aka. Ha, o'ylantirib qo'ygan narxi. To'xtadi. To'xta. Abdulaziz to'xtadi. 12 ming deyaptilar. 12 ming desa? Ana qattiq gap bo'ldi. Buni Biz qolib ketyapmiz. Hujjatli ikkalasi yo'q. yaxshi gap bo'ldi degan. Assalomu alaykum. Abdulaziz xondan ham arzon narxli bor ekan. Ha, kraska bor, toza. Bo'ldi. Toza demadim. Bo'l, o'chir. Toza demadim. Qattiq kraskasi bor uni, aka. Ha, yaxshi gap. Uchab turmadingiz-da, aka, kelturlaringni olish kerak edi. Abdulazizdan arzon qo'yaman deb. Hali bu darajaga yetmadi, inshaalloh. Xudo xolasa, aka. Bozoringizni bersin, rahmat. Xo'sh. Rahmat. Xo'p, xursand qiladigan narsa bu. Lekin hali mabodo nomerlarni qo'yib qo'yaylik. Nomerlarni qo'yib qo'ying. 2025 3800 yurgan ikkita qanot kapotda kraskasi bor ekan. 11800. Ha, 11800 dollar. o'ylantirib qo'ydi. O'ylantirib qo'ydi. Akam joylantirib. Ha? Cobaltdan sal yaqinroq kelgani bor. O'shani qo'yib beramiz. 23-42 ming yurgan. Auksionda ketsa shushaga. Kimniki birinchi ketsa bitta radar meni kelib Nech pul ekan? o'zimni olib ketasiz. Nech pul ekan? 11300 deyapti, kelishtirib beradi. Savdalashamiz hozir. Bo'ldi, sen ilovaga chiqarib yuborayliksa, ilovadan bemalol takliflarni beraversin. 2023 42 ming yurgan kraskasi toza deyaptilar. Qayerdadir kichkina mashinasi bor Oldin dedilar. eshikda bor ekan, men ko'rdim. Ko'rdingizmi? Bu yoqda emas, chap tarafda, nariyoq tarafda bor ekan. Ko'rdim, kichkinagina uni ko'rsatib beramiz. Sezilmaydi. Chiqarib olsa bo'ladi. Qani? Mana orqa eshikda. Ha, orqa eshikda ekan, ha, bo'ldi. Bo'pti, bitta ilovaga chiqaramiz, keyin ko'ramiz. Yana shu shushaga. Hozir mana Gentra
Matiz, Spark, Nexia 3 Cobalt chiqdi. Nexia, Spark, Matizda ketyapti takliflar aka. Qani, Qaysi biri birinchi sotilardi? qaysi biri sotilsa ham bittani tiradar, birinchi sotilgani bittani tiradar mendan. Ana Oskar baragani bosib olib podkast qilsam bo'lmaydi, birinchi radar berib yuborsangiz menga. Faqat shu. Olgan haydovchiga bittani tiradar mendan. Lekin qarang aka, mana Mendan emas, bozordan. Qarang, bozori aylandi, mana yakshanba dam olish kunida bozor polni aylandi. Bitta eng qiziq mashina qolib ketdi. Gentra. Keling shu Gentrani bitta ko'raylik. Hozir mana qolmiz-ku. Hozir mana viloyatlarni aylanib chiqdik, tugatdik. Deyarli, ha. Hozir Toshkent bozorida viloyatli akalar anchasi Toshkentdan olib ketishadi. Tirikchilikni ko'rsatib berdik o'zi. Ko'rsatib berdik. Endi kelib o'tirmasdan turib ilovani o'zidan yutib olish bo'ladi. Hozir qarang, Toshkent bozorida Spark o'tyapmiz, mana Gentra qo'yib beramiz hozirda. Keyingi safar kattaroq mashinalarni qo'yib beramiz. Malibularga o'tib ketamiz, aynan markalarga. Tracker 10X'lar. Tracker 10X, Malibu. Qarang, bu bitta savolim bor edi. Taxo. Hammasini bitta-bitta qo'yib beramiz-ku. Keyin yana aytaman, qarang. Dubayga chiqamiz. Dubay auksionini qo'yib beramiz. De, Dubaydan qaytib yana bitta viloyat aylanib kelamiz. Viloyatni boshqacha qilamiz. Boshqacha qilib yorib yuboramiz. Uni keyin aytang, aytib bo'l, ochib tashavermang. Qo'la sovg'alar bilan. Sal aniq qiziq olsin. Qiziq olsin. Aytib tashamang. Mana nima demoqchiman? Uni bizni borib kelgunimizcha qaysi viloyat aktivligini, qaysi mashina qizuvligini yozib turishsa, nima bilan qiziqtira olishimizni yozib tursa, o'shanga qarab tahlil qilamiz. Orasidan ichidan olib qilib beramiz. Endi yana bitta savol. Bu temalardan tashqari Cobalt to'la yotibdi hozir bugungi kunda faqat Cobalt ishlab chiqarib olibdi. Dons Cobalt 10X Tracker. Lekin qarang, 13200 ga yangi Cobalt sotishyapti. 10X eng oddiy varianti nechi pul? Eng oddiysi, yangisi. Bo'ldi, o'zimiz uchun. Mana. 10X birinchi versiyasi 161.900. Nechi pul bo'ladi u? Hozir kunda bo'lib ketadi. 13380. 13380. Tracker bilan bir xil pashti. Tracker bilan? Cobalt bilan. 10X Cobalt bilan. Cobalt men uchun yo'q, Cobalt zo'rmi bari? Endi 10X yengil. Mexanikadan ko'ra bu avtomat-ku. Aka solishtirayotgan narsangizni qarang, hozir urushib ketamiz. Keling, agressiyalashmaymiz. Bosamiz, mikrofoningiz qo'lingizdami? Yopib olmang. Ketdi bo'l Gentra. O, mana. Assalomu alaykum. Mana to'g'ri qilib tekshirish. Нормально всё? Что, не видно, не слышно? Не, здесь. BYD продаете, да, всё? BYD Cobalt. Assalomu alaykum. Nega bo'lgan? Sekin yurimiz. Nega kirmayapsiz? Kiring. Cobaltlar bor, besar. Nechi puldan berasiz? 13 mingdan beraverasiz. Spravka. Ha, zo'r. Midnightga 13150. Zo'r ana. 13150 dan Midnight bor ekan akamlarda. Shetdamiz aka. Ko'rishamiz, charchamang. Ketdi Gentraga. Gentra hammaga qiziq. 12800 dan sotdik, hozir ham bor. Nima bor? Cobalt. Midnight. 12800 dan. Qayerda? Shu spravkada bor. Shu spravkada bor. Bo'ldi. O'zimizga murojaat qilishsa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Bozor. Hop, qatdan o'tilib ketlardi. Mashinadan sakraymiz endi o'shga qarab. Mana endi Gentra bo'lib ham qorasi deydimi? Lekin bor bozorga zo'rlar chiqyapti Gentrani tayyorlanganlarni. Mana rangga qarang. Tilla qo'ng'iz. Plonkami kim bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yilni chiqarasiz aka? Aylanib yurimiz aka. Assalomu alaykum. Kimlar ekan bu? Zo'r, nechi pul bu? Sizdan bu? Ha. Bu plonka ekanmi, rang sepib turibdilarmi? Septirgan. Septirgan. O, Gentra Lacetti. Aniq sepilgan. Lacetti Gentra ekan. Bu ketdi, bitta boshlaymiz ana shu qatordan. Pastga tepaga. Pastga. Qasini. Ya, bormaymiz. Ketdi. Ya, trendga chiqaramiz. Mana shuni ko'ring mana. Qora tashib yuborib qoldim. 16,5 ming 24. 4 ming yurgan 24 lukli. Ne shumka bo'lgan ekan. 4-chi pokoleniya gaz. 4-chi pokoleniya gaz. Malibu bar, Malibu rul, anatomiyani Malibu rul. Bormasa aytib beramiz. Bormasa. Yo'q, men ham ko'ryapman. Chexol, Evakor Polik. Original amerikanka, original. 4 ta balon. 4 ta balon. Ya bu akada faqat shunaqasi bo'ladi. Lekin mana probegi bilan kraskasini tekshirib olasizlar. Yopib qo'ygan.
Telefonda gaplashyaptilar, savdodalar. Sodada tinminglar, Tinminglar. 17 ming mana. 17 ming, 23-24 da, 24 da urishadi, 23. Hammasi. Gentra Ya, bez probeg emas, probegi bor, bez probeg. 5000 euro ham, 2000 euro ham shunaqa. Xullas, probegi bilan kraska tekshirib oladi, bo'ldi. Olgan ishdan qo'yamiz. Lekin hamma navoroti bo'ladi. Ishdan qo'yamizmi? Bitta so'rash o'tib ketaylik aka bilan. Qizim bo'ldi o'zi. O'ting. Yo'q. Telefonda gaplashyapgan ekanlar-da, o'sha aniq Ketdi. mayli doma. Ketdi. Ishdan qo'ymayli. Ketdi. Bari mashina mashinalar bilan. 2022 gaz yo'q. 50 ming yurgan. Qora Gentra mana. Amerikan ko'p turib ham xuddi shunaqa Malibu barmani ko'rib. Shu bitta bular. Mana shu bittalar. Hop. Xarajat qilasizda olib. Monza. Toz ekan. Nimani? Yo'q, mana Monza deb o'yladim. Tozani Monza deb o'qidinglar. Ana. Hop. 23 Gentra 33,5 ming yurgan 13300. Luksus avtomat. Nariga qatorga o'tib olaylik, ha? Shunaqa qilamizmi? Keyin mana menga emas, senda tursin. Qoralar, qarang. Pododalari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchayapsiz? Nechi pul ekan bu? 15 ming so'ram. Salom alaykum. Nechi pulga berasiz oxiridan aka buni? Salom, sizlarga. 23-29 ming yurgan. Malibu rul, bar, chexol, Shumkasi gazi ham bor ekan. Amerikan kopterlari bor. Nechi bildingiz? 15 ming. Assalomu alaykum. Chatning shundan akalar bilan so'rashib oldim. Anu, boshiga ham o'rtoqsiz joyi. Mana yoki Kengisi. Hop, nima qilmaydi? o'sha yerda arzon mashinalar Ketdi. kelishtirib o'sha yerda berildi. Ana qo'l xolasi. Nechi pul aka? Voy, O'tdi. qancha yurgan? 64 ming. Rangi? To'g'ri, mana. Gazi ham bor. Nariga. Nechi pulda otdilar? 14600. 14600. 300 beramiz. 3 toz bitta kosmetikasi bor. Yomon ekan. Cho'qigan ekanda. Hali tayinlamabsizlar buni. Hali tayinlamabsizlar deyman. Tayinlamasdan arzonchi. Nomeringiz nechi? 97 781 12 12. 97lik 781 12 12. Bo'ldi, so'dingiz bersin. Nima qilamiz? O'tdingmi? Men nariga qo'yamiz. Men Dilshod aka. Narxiga Gentra aytolmay, karta chekmasdan qora Gentra olib qo'yish kerak, ha? 17 ming deyishayotgan ekan, 5 ming yurganidan. Yo'q, anu, broneplyonka. Oke? Abdulaziz yangi 5 ming yurgan qora Gentra 17 ming ekan, qora. Salonda nechi pul? Salonda nechi pul? Xo'p, okalar, mana bozorni aylandi bu. Gentra lekin slishni qilmadi. Menimcha. O'zimizda Qarang, 10 tacha Gentramiz bor. Bir yo'q deganda 500 bilan 1000 dollar atrofida arzon. hozir Uni qo'ysam, o'zimizniki turibdi-yu. Shay aytaman-da. Arzoni turibdi. Hozir uni qimmat qo'yib qo'ysam, g'alati bo'lib qolardi. Hozir bizda Spark yo'q edi, Matiz yo'q edi, Nexus yo'q edi. Bunaqa holatimiz yo'q edi. Yaxshi narxda o'shancha qo'yib berdik, aka. Lekin Gentrani qo'ysam, noto'g'ri bo'lib qolardi. Men просто o'zim hayratda qolganim, o'sha hazil-huzul qilib aytdim. Kartga ekkandan ko'ra Gentra olib qo'ygan yaxshi ekan. Salom alaykum, rahmat. Xullas, mana Toshkent shahar Sergeli avtomobil bozori, demak 28-sentabr kuniga narxlarni qisqacha o'rganib chiqdik, Nexia'dan tortib Gentragacha. Gentra narxi tushishi hali o'ylamam ko'rgani yo'q. Borsiga
mana shu videoni hozir mana shu video taqdiydi-yu. Bundan keyingi videoda Abozordagi hamma jentralarni videolar qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Bo'ladi. Yoki Brokers kanaliga kirishsa, o'sha yerda hamma jentralarni biz e'longa joylab qo'yganmiz. Bitta-bitta. Abozor. Hammasini bitta-bitta dona-dona qilib joylab qo'yganmiz. Telegram kanalimizga o'tib olishsa, okey? Sizlarni ham, bizani ham Telegram kanaliga o'tib olishsa, Instagram, YouTube hammasiga o'tib. Hammasiga o'tib. Va albatta Ana odamlardan lekin bugun hammasi bilan bog'lanib chiqing kechqurun. shunaqa qilamiz. Nima bo'ldi narxi, sotdingizmi, qayerda sotdingiz, e'londa sotildimi bilasiz, o'zingiz ko'rinadi. E'londa birinchi sotilgan moshinaga shu klient bilan bog'lanib, bitta antirada sovg'a qilamiz. Shundan va'daga muvofiq bo'lish kerak. Hamma narsa gapga javob, xudo xolasa o'sha narsani qilyapmiz. Okey, mana bitta oxirlaymiz. Bozor haqidagi fikringiz. Oxirgi marta siz bozorga kelganingizga 1,5 oy bo'ldi mana. 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'lib qoldi. 2 oy oldin kelganingizdagi holat. Chunki boshqa bozorlarda yuribmiz-da. Yo'q, tushundim. Mana 2 oydan biri, mana biz 2 hafta oldin kelganimizda bunaqa emasdi bozor. Bunaqa ko'p mashina yo'q edi, odam ham yo'q edi. Hozir odam ko'paygan, narxi tushgan, nimadir tushgan, nimadir ko'targan, lekin jentri tushmagan. Siz 2 oylik taassurotingiz. Boshqa viloyatlardan yurdik, u yoqlarni bildik. Toshkentni mana. Yo'lingizdagi. Toshkentda mashina ko'p-ku, ko'p hisobiga tirikchilikka olib ketadigan holatdagilari ham bor, minishga oladiganlari ham bor. Yaxshi, men bozorga tushsam qanaqadir maza qilaman. men boshqacha. Boshqacha ashshini olaman. Ani dam oladi odam. Xuddi shunaqa ashshini olaman. Endi otang bozor, onang bozor deydi-yu, onlayn avtosalon bo'lsa, onlayn bozor bu A bozor. Ha, o'shaning uchun men hozir mana bozordaman, A bozorga borsam ham dam olaman-da. Kechgacha o'tirsam ham damdek bo'ladi. Qarang, mana yakshanba dam olish kunida, Dubay auksionlarini ko'rsatamiz, etdik. Ko'rsatamiz. Demak, yakshanba dam olish kunini mana biz o'zimiz bozorda o'tkazdik. Siz bozorga chiqmasligingiz uchun sizga yordam sifatida mana narxlarni ko'rib chiqdik. Avtomobilni tez sotish, ortiqcha qo'ng'iroqlarga javob berib, xaridorlar bilan uchrashishga vaqt sarflashni oldini olish maqsadida A bozorda tez sotish bo'limi bor. Ana shu tez sotish bo'limidan avtomobilingizni sotishni tavsiya qilamiz. Xarid qilayotganda albatta avtomobilni tekshirib xarid qilishingizni tavsiya qilamiz va tekshirishda bozor diagnostika markazi sizga yordam beradi. Bugungi muhimi qanaqa bo'ldi o'zi men aytib beraman. Muhimi. Biz viloyatda aylandik hammasini. Hozir biz o'zi Dubayga harakat qilyotdik, auksionni ko'rib, o'sha yerda yoritib berishga. Qarasang vaqt bor ekan. Bekorchilikda aylanib kelib qo'ydik. Hech qanaqa formalasiz, o'zimiz oddiy holatda kelib, aylanib, ko'rsatib, yoritib, hozir bugungacha yakshanba kelaveradi-yu. Ketgunimizcha chiqib turamiz. Bundan ham sovg'alar nimadirlar ulashib turamiz. Har bir-birimizga o'zimizga motivatsiya bo'lyapmiz-da. Shunaqa. Endi O'zbekiston tugatgandan keyin shu chetdagi bozorni ham ko'ramiz degan maqsadda albatta sizga bozorlarni ham ko'rsatamiz. Kelib, keyin viloyatlarni yana bitta bo'g'illatib tashlaymiz. Shunaqa. Balkim 10 talar mashina olib boramiz, treylerlarda. Ko'ramiz unga. Izohlarda qaysi viloyatga birinchi borishimiz va qaysi avtomobilni sizga olib borishimizni yozib qoldiring. Ko'proq bo'ladi. Shunaqa. Bizga o'shani ularga qulayligi biz olib borib berishimiz ham qulaylik bo'ladi. Ularga olib ketib, bu yerdan savdolashib, olib borib tirikchilik qiladigan akalarga biz treylerda tayyor olib borib beramiz. Xo'p, aziz do'stlar, videoni oxirigacha tomosha qilganlarga kattakon rahmat. E'tiboringiz uchun Abozor ilovasini yuklab oling va barcha siz uchun yaratgan qulayliklarimizdan foydalaning. Barchaga rahmat. Videoni ko'rgan kuningiz xayrli o'tsin. Keyingi videolarda uchrashguncha va albatta jonli efirlarimizni ham kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Abozor, bozori chaqqon ilova.